Sharof! Xotining kelyapti. Nima? Qani? Yo'q to'pab. Sawantika. O'tib ketay. O't. Thank you. Ko'rsatib qo'yaman unga saunani. Assalomu alaykum. Siz saunada emasmidingiz? Qanaqa sauna? Mana sauna. Mana shu bolalarimning quvonchi men uchun sauna. Kel, nima qilib o'tiribsan? Kuldiraylik. Osh aytinglarmi, osh? Ha, osh keladi. Sharof! Xotining kelyapti. Lasham niman? Uyda bolalar och, bu kishim choyxonada o'tiramish. Sen kimsan? Fantomas. Meni kimligimni so'rash senga emas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimaga kucholaysan? Sharof! Xotining kelyapti. Qani? Qo'y o'lar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi bizga xizmat yo'qmi? Yo'q. Xizmat bo'lsa aloqadamiz. O'zingiz ket. Siz uni konatirda emasmidingiz? Sen og'zingga qarab gapir. Men yosh bolamanmi senga konator o'ynab? Keyin undan ko'ra pechenye yeymiz. Sizga shirinlik mumkin emas-ku? Bu sifatni yangi chiqqan zero degani. Bu besahri, sahri bolalar ham yesa bo'ladi. Oila davrasida pechenye yeylik. Aşkım çok pardon, ben düştüm balkondan. Dandan çok iyi. Chaqirani qiz chaqir. Va qizni qo'y, ish qilib xotining kulibga ham kelmaydimi? Hayotda topib kelmaydi, men hammasini cho'tkib qo'yganman. Yo, shu paytgacha biron marta sapal bo'ldimmi? Yo'q, bo'lmagansan. Bo'lmayman. Ey! Bari kimni oshnasi? Boyda bir bizlar o'ynayapti, birga o'tiribdi, kimni oshnasi bu? Bilmayman. Meni ham tanishim emas lekin. Va kimsan sen? Enangni eriman. Kayvoni yanga, sizmidingiz? Ana endi ertaman. Birinchi sapa. Ya biz shoxida yursak bu ayollar bargida yurar ekan. Hamma narsani bilasizlar, aslar. Label C5 var, baba harbi çok iyi. Ya bitta gapiringizlar, Hey, mana bolam bog'chaga olib boryapman. Joy yo'q deyapti. Xalqi beringlar shuni. Go'sht muammo bo'lyapti. Narx ko'tarilib ketgan. Chetdan bemazza go'sht olib kiryapsizlar. Bo'ldi. Men hokimning yordamchisi bo'laman. Bu yordamchim hozir hamma kamchiliklarni bloknotiga yozyapti. Buni yuqoriga shunday topshiramiz, hamma muammolar hal bo'ladi. Menga qarang, men diplomim bor, hunarim bor. Bo'ldi, sizga ish kerakmi? Yo'q, menga kerak. Srochni iloji bormi? Bitta bo'lsin, zo'rdan bo'lsin, onasining ismini yozing. Yaz. Mayvan, hokimning yordamchisi bu mahallaning kamchiliklari qachon hal bo'ladi endi? Rais bu xalqning dardini bloknotga yozib qo'ydik. Endi shunday yuqoriga topshiramiz, bir pasda hal bo'ladi. Qamardan aka, bloknot yo'q-ku. Qanday yo'q bo'ladi? Shu mahallada qoldi, uni ayning magur. Sen jinnimisan? Qanday xalqning dardini ko'chada qoldirasan? Top bloknotni qayerda ham qo'chirding? Sirtamat. Ve tug'ilganingda miyangni o'ziga qilganmidi? Voy yordamchisi. Bizning masala nima bo'ldi? Nima edi siz masala? Go'sht. Ha, o'sha kun sizni masalangizni bloknotga yozgandik-ku. Bloknot uchun tegishli tashkilotlarga kiryapti. Ha, kirganda ham yomon kiryapti. Qog'oz ber, qog'oz. Ber qog'oz yo'q ekan. Bolaligingda kindigingni to'g'ri kesganmidi sani? Ha, hokim yordamchisi. Bizning bog'cha masala nima bo'ldi bloknotga yozgandingiz? Sizni masalangiz hozir yuqorida shunaqangi yonyapti. Yonganda ham yomon Yomon lekin. To'g'risini ayt, qancha berib kirgansan ishga? Mulla aka, biz zakaz nima bo'ldi? Nima edi sen zakazing? Yerda o'lsin. Menga svet ham kerak emas, gaz ham kerak emas. Bitta chotka yer topib beringlar, iloji bormi? Endi yaxshi yer kelmadi hali. Hech chiqmayapti lekin. Yuqoriga zakaz berganmiz. Yaxshi kelsa aytamiz. Xo'p, singilcha. To'xtanglar. Mana o'sha bloknot Toshmat tualetdan chiqdi.
Bu bloknotga ishonib qovurmanglar. Mana 15-yanvardan boshlab aholi va qishloq xo'jaligini onlayn ro'yxatga olish boshlandi. Nima qilib beradi uning? Mana senga bog'cha yetishmayaptimi? Shuna oilaviy ahvolingda nechta bolang borligini kiritasan, yetishmayotgan joylarga bog'chalar quriladi. Mana seni go'sht problema qilayotganingmi? Qancha yering bor, nechta moling bor, shuni kiritasan, shunga qarab masalalar ko'rib chiqiladi. Mana rivojlanayotgan davlatlar ham har 10 yilda mana shu ro'yxatdan o'tadi. Sizlar ham onlayn ro'yxatdan o'tinglar. To'xtanglar. Yer nima bo'ldi, topib bermaysizmi? Ana kedasinglar. Hozir yurtimiz bor-ku, rivojlanish bilan bandda. Biz hamma ishimizni tashlaymiz, senga er qidiramiz, xo'pmi? Yer nima bo'ldi? Enangni eri bo'ldi, enangni eri bo'ldi. Yerchi. Ersirab o'l. Bir nima qilinglar mana uni. Yer kerak. Ya o'l. Babayim. Baba, tanışıyoruz. Bu benim aşkım, Cigitim. Jigitim. Jigitim. Nerdansan oğlan? Hovuzda. Havas. Nima bunaqa gapirishyapti? Ne yapıyorsun? O'tiriyorum-ku. Anası. Alır taşığım. Musofira bir palapartish choy var. Bardak choy emasmi? Bir bardak choy var. Tamam deng. Tamam. Aşığım. Alo. Ne yapıyorsun? Oynuyorum. Oturun bakayım. Aşkım, çocuk uyandı. Çocuk uyandı. Çocuk ne uyandı? O çocuqmas. Çocuk bo'ladi. Selam aleyküm abiler. Çocuk diyen öyle o borku. Benden de kimdir haber edecek mi? Tayim ne olur? Nima deydi? Tagi nam bo'p tekin. Hallala kutaqiylar. Lalaku. Ha, lalaku. Buni bolaga taqsanglar, taglik borligini ham sezmaydi. Namlikni o'tkazmaydi, mazza qilib uxlaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Ne yapıyorsun? Oynuyorum. Görmeyapsanmı? O'tiribman. Ne yapıyorsun? Bitta so'zni o'rgandingmi? Sen nima oilaviy o'tirib olib faqat turk serial ko'rganmisan nima balo? Men ketdim. Ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Senden gidiyorum ne aşkım. Kusura bakma. Ena, aç kaldım. Al bana. Cik. Vay ulan. Bu işte dünyanın tadı ka. Ena, çay içeme. Ay çay. Çay. Ena, namuncha bu cırtırlaydı. Ay cırtırlama. Cemile Khan! Siz fakat melike bolasız. Nima deydi bu? Ena, nima deyapti bu? Mana Şunluki bolasız. Hay. Gel koy, boldu. Koy, düşür. Oldu, kapta. Hazır formada emasman da. Sen bilen keyin gaplashman. Sen bilen keyin gaplashman. Hadi gaplashamiz.
Endi meni sevgim nima bo'ladi? Yonib ketmaydimi sevgi? Mani seving. Ichiga do'ning. Boring, yo'qoli. To'y bola. Sizni biray. Aylantiring belgasini, erta sahar shom va tuni. Shunda ochiq qalbim turi, agar sevsangiz siz meni. Shunda Bolam. qalbim turi. Men qishloqqa ketyapman. Enam meni tashlab ketmang. Manu meni o'ldiradi. Sizni qayerdan topaman keyin? Voy bolam, xavotir olma. Sim kartamiz Mobius Kit Security degan xizmat bor. Bolang qayerdaligini ko'rib turasan. Bildingmi? Ha, bizni sim kartamiz Mobius, maza 70 tarifi. İnternet uchun 150 gigabayt beradi. Instagram, Messengerlar, Telegramlarda foydalanish VIP. Telefonda gaplashish VIP. Shuncha jo'tirlaydi bu. Jamilaxon. Jamila to'g'ri yerga tegib ketdi. Menchi. Mana bir Layla qayda yuribmanmi? Keyin menga uylan. Baxtli qilaman. Jamiladan zo'r joylari bor. Yo'q. Uylan, baxtli qilaman. Tinchlikmi kampir, nima yig'layapsan? Maroj yegim kelyapti. Jinnimisan sur sovuqda ya? Men emas, u xohlayapti. Rostdan shu yoshimizda ya? Uyat emasmi? Mayli nima bo'lsa ham zo'r bo'libdi-ku. O'g'il bo'lsin-da ish qilib. Mana kampir muzdagina marojni istib ye. Voy rahmat, qulpini yegim kelyapti. Uni qayerdan topaman endi? Men emas, axir u xohlayapti. U uchun olib kelaman. Shu yoshda g'alati bo'lar ekan. Mana kampir klubni ekan. Hididan yangi kiyim kiygim kelyapti. U nimaga? U taksikos yangi turmi endi? Men emas, axir u xohlayapti. Xohlamay qolsin. Hozir kiyimi pensiyam qolmayapti. Hozir. Kampir mana olib keldim. Yangi kiyimlar qani? Bu babi artistitili zo'r narsa ekan. Eski kiyimlarni shuni to'g'riga tashlaysan, qaynagan suv solasan, bunda solasan, ana kiyimlaringdagi dog'larni hammasini ketkizar ekan. Oq kiyimlarni oppoq qilar ekan. Allergiya ham chaqirmas ekan. 100% Germaniya xomashiyosidan qilingan ekan. Ha, yaxshi, lekin men tilla xohlayapman. Endi sizlar hech kim qilyapsizlar-da, kampir. Qanday taksikosda tilla xohlaydi? Bola tilla ober, tilla xohlayapman demasa kerak. Qanaqa bola? U xohlayapti deyapsan-ku. U bola emas. U kim? Nafs, meni nafsim. Nafsingga. Aytdim, shu yoshda ishlasa bo'lmaydi-ku deb. Eslatding-ku yoshligimni. Qani piradazak oling. Ya mana bular boshlasin. Ya mana bu boshlasin. Yo, siz boshlang. Dasturxonni kattalar boshlaydi. Keling, amaki boshlab bering. Hozir. 1 minut 6 sekund. Bu hali beri kelmaydi bu. Lekin archasi kichkina ekan. Mani uyimda shunaqangi archa qo'ydim. Balandligi nesbondan 3 ta keladi. Bir kun samolyot uchayotib, archamning uchiga ko'tini qirib olibdi. Mana qirilgan. Yomon piradaz sizni aldaysiz. Ya, amaki orqa yonyapti. Indama. Серьезно. Ya assalomu alaykum sheplarni o'z davrini Lagancha keldi. Mani musurchiqni kim chaqirdi bu yoqqa? To'ya qol musurkanga, balo borim bu yoqqa. Sen nima deyapsan? Buni musurkasiga Shohruxxon bordi, Munisa bordi, Diyora ham bordi buni musurkasiga. Xudoga shukr. Ya, amaki vobshe yonyapti, bu tutayapti. Kim o'lchadi o'zi? Серьезно. Ya amaki, keling boshlang, siz ham yezvordingiz. 1 minut. Bu kelmaydi bu. 8 sekund. Gapirma jim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Hop, piradaz najim. Bu kim edi endi? Bu Ummonku amaki. Loyihaga o'xshaydi-ku bu Ummon deysan. Ummonni ksenokopiyasida bu. Akalar uzru men sizlarni hammanglarni tanib turibman-da, lekin hali burchakda kim tanimayapman-da. Seryoz ekan bu? Assalomu alaykum. Bu Munisa intergan-ku. Amaki 400 ko'rpachani kuydiradi, mashinasini intergan deyapman.
Jim tarpatsan. Men shunaqaman. Kimdir zo'r bo'lib ketsa ko'ra olmayman. Shunga orqam tutab yonadi. Ishonmaysizmi? Ishonmaysiz. Qo'lbam telefon qilay. Alo, Munisa, qandasan? Men mani mashinangni itargan bo'laman. Qara, seni itarganmidim mashinangni? Qaysi ko'rgan shunga itartirdim mashinani bilmayman. Yo, rostdan itargan. Aynan o'ylab kelib ketay. Yana itaraman mashinangni. Ko'rdingizmi? Unga suv sepinglar, hozir yonadi balki uyni yondiradi hozir. Ana bo'l. Iye. Mehmonlar qani? Amaki seryoz odam podam masakasiz. Hamma sizni kutib ketvordi. Mayli, tur, o'zimiz boshlaymiz. 1 minut. Ini minut. Yangi yil ham o'tdi ketdi bir 1 minuti bilan. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Oldinadan kelyapti, jishtikiz. Ol, falokat. Assalomu alaykum dada. Kim kovushimning orqasini bosib tayladi? Kim? Ayo, men deyman. Men dadasi. Salonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Fo'rlatmasdan hech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. 2 qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillama. O'qishdan nimaga to'ra olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligingni olib kelmading? Dadajon, shuni stulchi ko'tarib kelyapti. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, yig'lama. Jilyappa. Qayda juribsan? Bola jig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni taqdirga debnam. Kelik dedikde, rozildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? Uni yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yma, muklasan! Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.